Stop, to'xtang. Quyidagi masalani hamma ham yecha olmaydi. Masala sharti quyidagidan iborat. 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni ketma-ket xuddi bitta son kabi yozdik. Va bu sonlarni, keling tushuntiraman. Bu sonlarni, demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 va hokazo yozdik. 97, 98, 99, 100. Endi mana shu sonning toq o'rindagi raqamlarini o'chiramiz. Toq o'rindagi raqamlarni nima qilamiz? O'chiramiz. Bu yerda 0, 9, 8, 7 ham o'chib ketadi. Va qolgan raqamlar orqali yana son tuzamiz. Qolgan raqamlar 2, 4, 6 va hokazo 9, 9, 9, 1, 0. Va bularning ham toq o'rindagi raqamlarini nima qilamiz? O'chiramiz. Shu zaylda bu qatorda bitta raqam qolguncha biz davom ettirsak, nima deb o'ylaysiz? Qaysi raqam qoladi? Kommentlarda javoblarni kutaman. Bu videoni esa matematik do'stlaringizga ulashib qo'ying.